Bir qiz so'rab qoldi to'satdan bugun. Qariyb 30 yilda nima topdingiz? Na bir vatan bordir yashamoq uchun. Omad kelganda ham eshik yopdingiz. Na bir oliygohning oliy hujjati, na bir tadbirkorlik boshida borsiz. Buncha beparvosiz qiziq jihati negadir mahliyo va vafodorsiz. Jimgina tingladim tilimni tishlab, kulgimni qistadi aslida bu hol. Har holda shaytonning ko'nglini xushlab, birovning umriga bo'lmadim zavol. Har holda yuribman o'zimni eplab, og'irim tashlamay do'stu dushmanga, davron surmasam ham tillolar to'plab. Qalbim o'rtanmaydi aslo pushmondan, noumid qaramang fe'ling yoshdan. Eng katta boylik bu yurak emasmi? Mening hech vaqom yo'q nomusdan boshqa. Yaxshi qiz, sizga or kerak emasmi?